أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalomu alaykum qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizda davom etamiz. Bugun darsimizning 20-qismi. Darsimizni boshlaymiz. Biz sukunli nun va tanvin qoidalarini o'rganayotgandik. Bugungi qoidamiz idg'om qoidasi bo'ladi. Ya'ni bu idg'om nima? Idg'om so'zi lug'atda bir narsani boshqa narsaning ichiga kirgizish ma'nosini anglatadi. Ya'ni bir narsani, bitta harfni boshqa bir harfni ichiga kirgizib o'qiladi. Endi idg'om ikkiga bo'linadi. Bu g'unnal idg'om va g'unnas idg'omga bo'linadi. G'unnal idg'om va g'unnas idg'om. Endi g'unnali idg'om harflari bu 4 ta bo'ladi. Bu ya harfi, mim harfi, nun harfi va vav harflari. Bu g'unnal idg'omni harflari 4 ta. Endi men bu barcha so'zlarni o'qib ortiqcha vaqt sarflamay sodda usulda tushuntirib o'taman. Ya'ni bu g'unnal idg'omni harflari 4 ta. Bu ya, mim, nun va vav hisoblanadi. Endi g'unnal idg'omni qoidasi: sukunli nun yoki tanvindan keyin ya, vav, mim, nun harflaridan biri kelsa, sukunli nun yoki tanvinning nunini o'sha harflarni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiladi. Ya'ni qoidamiz har doimgidek oddiy: sukunli nundan keyin mim harfi kelyapti. Bu joyda vav harfi kelyapti. Bu joyda nun, bu joyda ya harfi kelyapti. Ya'ni sukunli nun va tanvindan keyin shu 4 ta harfni biri kelsa, sukunli nun va tanvinning nunini o'sha harfni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiladi. Bu g'unnali idg'om. Endi g'unnas idg'omga ikkita harf, bu lam va ro harflari. Sukunli nun va tanvindan keyin lam yoki ro harflari kelsa, sukunli nun va tanvinning nunini o'sha harfni ichiga kirgizib g'unnasiz o'qiladi. Ya'ni bu g'unnasiz bo'lgani uchun bularni g'unnasiz, lam bilan ro harfini g'unnasiz holatda o'qiymiz. Bu joyda nun, mim, vav, ya harflarini g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni qoidalar oddiy. Demak, so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Har bir harfga endi qoidani aytgan holatda o'qib o'tamiz. Demak, bu joyda sukunli nundan keyin mim kelyapti. Sukunli nun va tanvindan keyin mim harfi kelsa, sukunli nun va tanvinning nunini mimni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Bu idg'om, ya'ni g'unnali idg'om deyiladi. Demak, boshladik. Bu joyda sukunli nun kelyapti, undan keyin mim harfi kelyapti. Endi buni g'unna bilan o'qiymiz. Mimmasadi degan holatda buni g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni nunni g'unna qilib ushlaymiz. Mimmasadi. Bu joyda o'qilishi: mimmasadi degan holatda buni g'unna bilan o'qiyapmiz. Xuddi shunaqangi g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni bu g'unnali idg'om. Buni g'unna qilish shart. Bu g'unnasiz, ya'ni mim masad deb o'tib ketsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Buni g'unna qilib ushlaymiz. Ya'ni mim masad. Endi keyingi harf bu nun harfi. Sukunli nun va tanvindan keyin nun harfi kelsa, sukunli nun va tanvinni o'sha harfni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Lan nu'min
lan nu'min. Bu joyda nunni ham g'unna qilamiz. Buni ham g'unnasiz lan nu'min deb o'qimaymiz. Buni g'unna bilan lan nu'min degan holatda g'unna qilamiz. Bu joyda o'qilishi. Keyingi uchinchi harfimiz bu vav harfi. Sukunli nun va tanvindan keyin vav harfi kelsa, sukunli nun va tanvinning nunini vavni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Bu joyda ham vavni g'unna qilib o'qiymiz. Miwali, miwali, ya'ni vavni shu holatda g'unna qilamiz, ya'ni g'unna qilgan holatda ushlab turamiz. Miwali, ya'ni buni miwali degan holatda g'unnasiz qilib o'qib ketmaymiz. G'unna bo'lganda g'unna ushlanadi, ya'ni g'unnani ozroq ushlab turib g'unna qilinadi. Miwali. Endi keyingi 4-harfimiz bu ya harfi. Sukunli nun va tanvindan keyin ya harfi kelsa, sukunli nun va tanvinning nunini ya harfini ichiga kirgizib, ya harfini g'unna bilan o'qiymiz. Demak, ya harfini g'unna bilan o'qiymiz. Va may ya'mal. Shu holatda buni ham g'unna qilamiz. Buni ham g'unnasiz qilib va may ya'mal degan holatda o'qimaymiz, ya'ni g'unna qilib ushlaymiz. Va may ya'mal degan holatda o'qiymiz. Ya'ni bu g'unnali idg'om 4ta harfi mim, nun, vav va ya harflari bu sukunli nun va tanvindan keyin kelsa g'unna qilib o'qiymiz. Endi bu harflarni tanvin bilan ko'rib chiqamiz. Endi bu holatda 4ta harfni tanvin bilan kelganini ko'ramiz. Ya'ni tanvindan keyin mim kelyapti. G'unnani, tanvinning nunini mimni ichiga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Hudammin. Keyingi tanvindan keyin nun kelyapti. Tanvinning nunini shu nunga kirgizib o'qiymiz. Shay'an nukro. Keyingi so'zimizda tanvindan keyin vav kelyapti. Bu joyda ham nunni vavga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Ilahu vahid. Keyingi so'zimizda ya harfi. Hayroyyaroh deb tanvindan keyin ham shunaqangi g'unna qilib o'qiymiz. Endi g'unnasiz idg'omga misol ko'ramiz. Ya'ni bu lam va ro harflari. Bu sukunli nundan keyin lam harfi kelsa, sukunli nunni lamni ichiga kirgizib g'unnasiz qilib o'qiymiz. Endi bular g'unnasiz o'qiladi. Va mallam deymiz. Ya'ni buni va mal degan holatda uzoq ushlamaymiz. Tashdid bo'lib o'qiydi. Sukunli nun va tanvindan keyin lam va ro harfi kelsa, g'unnasiz holatda tashdid bilan o'qiladi. Ya'ni va mallam. Ya'ni g'unna bo'lmayapti, faqat lamni tashdid bilan ikkita qilib o'qiyapmiz. Va mallam. Bu joyda o'qilishi mana ikkita lam bo'lib o'qiladi. Birinchisi sukunli, ikkinchisi sukunsiz, ya'ni va mallam degan holatda g'unnasiz tashdid bilan o'qilyapti. Keyingi so'zimizda ham ro harfi ham xuddi shunaqangi g'unnasiz tashdid bilan o'qiladi. Mirrobbihim. Ya'ni lam bilan roni g'unna qilmaymiz. Ya'ni bu g'unnasiz idg'om. Mirrobbihim.
Bu joyda o'qilishi mir robbihim. Endi bularni tanvinga misol ko'ramiz. Bu so'zni oxiri. Bu joyda tanvindan keyin lam harfi kelyapti. Lamni tashdid bilan g'unnas qilib o'qiymiz. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Bu joyda tanvindan keyin lam kelyapti. G'unnas qilgan holatda tashdid bilan o'qiymiz. Hudallil muttaqin. Bu joyda o'qishi. Hudallil muttaqin. Keyingi so'zimizda ro harfi kelyapti. Tanvindan keyin ro kelyapti. Bu joyda ham roni g'unnas qilib tashdid bilan o'qiymiz. G'ofurur rohim. G'ofurur rohim degan holatda g'unnas qilib tashdid bilan, ya'ni ikkita ro qilib o'qiymiz. Bu joyda o'qilishi g'ofurur rohim, ya'ni bu ro ikkita bo'lib ketyapti. Ya'ni tashdid bilan o'qilyapti. Tashdidni birinchi harfi har doim sukun bo'ladi deb oldingi darslarimizda aytganmiz. Demak, g'unnas idg'om shu holatda o'qiladi, ya'ni va mallam mir robbihim hudallil muttaqin g'ofurur rohim degan holatda tashdid bilan g'unnas qilib o'qiladi. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.